Salam qızlar, ikinci qaytamlıq avazlıq vlogumga xush keldinglar. Ayrimxonamda va Inkas rayonida vlog degan qizlar mana olib keldim. Sizlarni bek yaxshi ko'raman. Ammo bu qayta men sayohatga chiqishdan burun o'zimga va'da berib, sayohat jarayonidagi go'zal manzillardan eng avval o'zim o'z ko'zim bilan huzur olaman. Video tatish bilan bo'lib ketmayman. Video tatsam o'zim huzur olmayman. Keyin o'sha binlarni ko'rgandimmi, boshdagi daqiqalarda huzurlanish bo'lmaydi deganni o'ylab ko'p video tatmadim. Shunga ancha-muncha tatgan videolarni kirishtirib sizlarga bir sayohat vlogi olib keldim. Uni bunda bo'g'icha mana cho'nko'l, kichik ko'llardan o'tib bo'libdiman. Tunji liniyamiz kucha bo'libdi. Kuchaga xil burun uchib bo'lgan. Asli aylanma yo'lga bir xil ketsak bo'ladi, lekin biz o'ylab aylanma yo'lni kechida bisib qolgandekmiz, chiroyli manzaralarni ko'ramaydiganmiz. Kuchada bir kech qo'naylik deb shu yerda bir kech qo'ndik. Saharda yo'lga chiqdik. Aylanma yo'llarni ko'ribdiman, lekin shipyan o'pulamay qoldim qizlar. Bundan burun sayohatga chiqqanda avval Bayınbulaqda bir kech qo'nib, ondan ertasi g'uljiga berib shunday qildik, lekin maqetim o'xshamaydi. Bayınbulaqqa tushibdimiz, ondan Udul Naratga yo'l oldik. Naratda bir kech qo'ndik, ertasi g'uljiga mangdik. Mayada chochlarim uchib, yangi o'sgan chochlarimga qarab shuncha xushib ketdim. G'uljidimi 2 kunduz bir kecha tug'an bo'libdimiz. Beshida deganimdek qizlar bekchaq videolarni tatib bo'lamadim. Pek kechga qolmayla Urumchiga tushib oldik. Uyga o'rinlashib olgandan keyin 2 kun aram olibdimiz. Ondan ertasi bolalarni butun bir kun bog'chada o'ynatdik. Unmasam unmay bolalar kirib chiqaylik dedi. Mav alvasti uyga kirib qolibdiman. Qanchalik qo'rqib ketganimni mav asl ovozni qo'yib bersam sizlar bilasizlar qizlar. Eng qo'rqinchli yeri butun jarayonni o'zimiz mengib tamomlayotganmiz. Bu yerdan sog'-salomat chiqib oldim. Men burundan tatib qo'rqinchli o'yinlarga shunchalik amroq qayta chiqsam zirikmaydim. Ammo maqatim rasla qo'rqinchoq bo'lib qoldim. Uxmayman, bir qitim aralli chiqaladim. Bugun shunchalik ko'ngillik o'ynabdimiz. Ertasi biz qizlarning ishini har qancha sayohat qilsaqmi, bozor cho'galganda xush bo'lmaymiz-ku qizlar. Mavi bir do'konda makin model kiygizib qo'yibdikan to'q ko'zimga o't ko'rindi. Ammo sama bir kiyib sinab boqaychi deb mavi kiyib shipin tatib qizlar. Yaxto'g'an qizlar ayrimxonada uchrab qilsanglar bo'ladi. Unilardan avatib birman. Mavi kuni do'stim bilan ko'rishibdik. Ikkimizning bolasi hisobda 6 oy farq bo'ladi. Balalarni o'yinib, o'zimiz ayinib, paranglashib, choy ichib degandek qaytib keldik. Menimcha qizlarning ko'p do'sti bo'lishining hojati yo'q. Ko'ngilni tushunadigan, gibi bir yerdan chiqadigan do'stining bir eskisi bo'lsa yetarli deb qarayman. Mavi kuni atdiganda ma'amdoq, dizma'amdoq deyishib ko'rliq yo'l oldik. Ko'lning ichiga kirmay turibla Maviga keldik. Manzarasi shunchalik go'zal ekan. Safarga chiqishdan burun men bir sayvan olgan, ammo yo'l bo'yi ishlatmay kelgandik. Abla buni endi ishlatmay ekitadigan bo'ldik desam, yaxshi Maviga ishlatdik, ammo yarim soatda aran qo'rashtirdim qizlar. U yenim tatolmabdi. Hammamiz suvga cho'milib shunchalik payzi o'ynayapmiz. Bu yerning ismi nima deydi qizlar zadi? Har kim har xil deydigan, men aniq bilmadim. Bildigan qizlar Inkas rayonini qoldirib qo'yinglar. Mav bolamiz suvga tushgan mushukdek bo'lib ketibdi. Bu yerdami 2 kunduz bir kecha tug'an bo'libdimiz. Ammo ko'nglim shunchalik ko'tarilib qoldi. Nima degan go'zal manzaralar qizlar, havosi shunchalik yaxshi. Kechlik manzarasi shunchalik romantik, bekli go'zal ekan. U yerlarni tatmabdiman. Bu ertasi atdigini men saharda tayyorlik qilib, suv bo'yiga chiqib o'tirib, havosidan shunday yaxshi huzur ilib oldim. Shunchalik sap Ondan bir o'tirib rasmga tushibdiman. Ondan shipin tatibdiman. Bunda chiroyli manzaralarni topganda rasmga tatib olmasak, ko'nglimiz unmaydi-ku. Biz qizlarning hammamiz o'xshash. Pikabib qaytib kirsam, uydagilar nashtalar qilib o'tibdi. Mal qizimning mo'mi yeyishlari qizlar. Shunchalik umaq 2 kun bir narsa yemagan odamda yeb ketibdi. İçim kuyab yenim tatib oldim. Qizimlar shipin tatib olsam, o'g'lim yugurib keldi. Men tatmamsiz, men yaxshi ko'rmamsiz deydi. Yo'q bola, men ishkilanlar bek amroq deb yerda ishkilanni so'yib qo'ydim. Ondan bizning ishimiz nima? Shu yana yo'lga chiqdik qizlar. Moyada bolam toza qo'ydi, o'taganda shipin tatib oldim. Ko'rildan yinib Oqsuga keldik. Oqsuning tatsun deydigan, tag'loq deydigan to'q.
Benim şunchalik chiroyli. Mavu mening o'g'lim sovuq qolgan gul, shu beshimni qisib oldim. O yerda Hasan Husan chiqib degan to'q unimni tatib oldim. Taqqa chiqishdan burun taqqa yamashmaymizmi deb xap qolgan o'g'lim mana taqdan tushadigan vaqtda tushanmay inim ko'tarib ap tushdi. Manzarasi shunchalik go'zal, qarasam ko'zim to'ymaydi. Bu ikkinchi kuni biz nashta qilib bo'lgandan keyin mavu aynak serimizga keldik. Shunchalik go'zal qizlar ancha qo'rqinchli emas. O'g'lim meni qarab o'tirib ketibdi. Shu uydagilarga telefon qilib qizimni elib olinglar desam mana ap tushdi. Bu yerdan tushibla o'g'lim men yana chiqatdim deb yig'lab xap qildi. Shuning bilan bo'ldi 3 yildan yana qayta bir chiqqili deb men chiqqan. Birinchi qaytimda avu yomg'irlik kiyimni kiyib oldik, lekin hech qanday yo'l bo'lmagan. Mana ikkinchi qaytimda yo'l bo'lmaymizgan-g'o deb kiymay chiqibdimiz qizlar, ammo chiliq yo'l bo'lib ketdik. Men oldimizdagi qizchaq to'silib, shuning bilan bizning keynimizda bir elan kelib birini soqqanda ichimizga butun suv ketdi. Chiliq yo'l bo'lib ketdi. Mashinaga chiqiblar, hammadan kiyimimizni almashtirib oldik. Qizimning bir talla qilin kiyimini ilib olib ekanman, ichiga birini, teshig'i birini kiydirib degandek. Bu qizim sayohat qilishga mendan mamroq chiqadi, qaranglar. Derizning yeniga akasamlar marayman deydi. Bo'ladi balam marang mana deb derizdan martib qo'ysam. Qaranglar chiroyini, omoqligini. Tamoq yegandan keyin yana yo'lga chiqdik, qaytib keldik qizlar. Ko'rib mushiyaga kelgan qizlarning qimmatli yurganlarni aymasliklarini chin ko'nglimdan umid qilaman. Xayr-xo'sh.